Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Yana bir chiroyli temir qafasimiz kabutarlar uchun tayyor bo'ldi. Qafasimizni razmerlari bilan tanishtirib o'tamiz. Undan avval esa kanalimizga obuna bo'lib, bir dona like'ingizni ayamaysiz degan umiddamiz. Demak, tanishtirishda davom etamiz. Qafasimizni mana portichkalari keng holatda bo'lgan. Tashqari tomonda ham qo'noqlari bor. Va mana uyalari ham chiroyli ko'rinishga ega bo'lgan. Jami 6 dona katta 50 cm, uzunligi 50 cm, bo'yiga 30 cm ga ega bo'lgan gnezdolari mavjud. Eshiklari ham keng holatda bo'lgan. Ichiga odam kirsa bemalol ko'taradi. Qolaversa, qafasimizni eng pastki qismiga parlash xonasidan ikkala tomonga ham o'rnatganmiz. O'rtasidan bo'lib ikkiga ajratilgan. 15 ga yaqin kabutarlar bemalol ichida yashash uchun sharoitlari bor. Uya uzunliklari 50 cm, balandligi 30 cm ga ega bo'lgan. Qafasimizning razmerlari bo'yi 210 cm, uzunligi 1,5 metr, yon tomoni 130 cm ga ega bo'lgan qafasimiz. Murojaat uchun telefon nomerlarimiz ekran ostida. Manzilimiz Namangan viloyati 3 tumani Jidakapa qishlog'ida joylashgan.